Paravan hayot kanalini kuzatib borayotgan guruhdoshlar hamda qadrli yurtdoshlar, mana boya video qilib chiqazdim. O'sha Toshkent viloyat yoshlar ish agentligi bo'yicha Toshkent viloyati Bo'ka tumani Mirzabek Mefedagi fuqaro, Yerg'al degan fuqaro, ukasi ishsiz, o'zi ham ishsiz, ayoli ishsiz, onasi ishsiz. Ukasi 30 yoshga yetmagan. Ana shunga 30 sotuvli yer bo'yicha murojaat qilib menga chiqqan edi. Undan oldin o'sha Mirzabek Mefedagi yoshlar ish agentligiga chiqqan, hal bo'lmagan. Keyin men o'zim Bo'ka tumani yoshlar ish agentligiga murojaat qilgandan keyin hal bo'lmagandan keyin majbur bo'ldim. Ulardan yuqori turuvchi tashkilot, ya'ni Toshkent viloyat yoshlar ish agentligiga kelishga mana keldik, murojaatimizni aytdik. Ular yaxshi bizni kutib olishdi, yaxshi qabul qilishdi. Fuqaro murojaatini tushuntirib o'tdim, qo'ldan kelgancha ular tushunishdi. Ularning ham ishlariga rivoj, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Xalq xizmatida charchashmasin. Ko'pchilik aytadi, tanish bilish bo'lyapti, hamma yo'q, korrupsiya, unaqa yo'q, unaqa narsa yo'q, hurmatli fuqarolar. Hech qanday tanish bilish yo'q. Undan keyin yana bir masala, mana xabaringlar bor, opam bu yerda men Jo'ra domla bilan tortishib qo'ygan vaqtimda bo'lgan. O'sha xalq uchun bo'ldi bu narsa, o'sha ko'cha bo'yicha. Men bu yerda fuqaro aytayapti, Jo'ra domla misol uchun qazoq yo'q, men qazoqda og'zimdan chiqqani yo'q. Lekin haqiqatan Jo'ra domlaning ismini aytganman, sal xato gapirgan joyim bo'lgan, uning uchun javobini berdim, uzurimni so'radim. Men uchun qazoqmi, o'zbekmi bir xil ko'raman hammani, men uchun bir xil fuqaro. Katta bo'lsa aka, kichkina bo'lsa uka, teng bo'lsa og'ayni, opa, singil, kenaya. Demoqchi bo'lganim, qaysi fuqaroda qanday murojaat bo'lsa, qo'ldan kelgancha o'zim mutasaddi xodim bilan o'rganib chiqib, qo'ldan kelgancha yordam beraman. Haqiqatan ham mana fuqaro men Yerg'al mana o'zi guvohi bo'ldi. Fikring qanaqa? Mana ommaga ayt. Ola, men o'ylaganimdan ham yaxshi. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Demoqchi bo'lganim, bir og'iz so'zimni yerda qoldirmasdan kelib, o'zi boshida, qoshida bo'lib, men 2 yildan beri sarson bo'lib, narigi eshikka boraman, bu eshikka boraman. Borsam kech qolding deydi, yer yo'q deydi. Endigi yil yer bo'ladi deydi. Endigi aksionda o'ynaysan deydi. Xullas 2 yildan beri sarsonman. Mana bu 3-yilim. Mana Boburjonga rahmat aytaman. Ishlarga rivoj, men sizlardan so'raydiganim duo qilib qo'ysalaringiz, qo'llab-quvvatlasalaringiz, hammasi yaxshi. Mana hozir bordik, tanish bilish yo'q, haqiqatan ham bu o'zinikini yonboshi, bu meni og'aynim, bu o'g'lim demayapti. Haqiqatan ham bu haqiqatni yuzaga chiqarib, kim bo'lishidan qat'iy nazar haqiqat talab qilyapti. Bu deydi, nima menga deydi o'sha dalil ko'rsatdi. Haqiqatan ham o'sha bormi, fakt keltirib bering deyapti. Haqiqatan ham fakt so'rab, faktda qilib keldi. Mana o'zim guvohi bo'ldim. Mana hozir Nurafshonga, Toshkent viloyati anosiga borib kelyapmiz. O'shanda hozir u yerda ham 5-aprelgacha 10-aprelga boramiz dedi. U hayitdan keyin, bayramdan keyin boramiz degandi. Bu Boburjon aytdi. Bular dedi, dehqonchilik qilish kerak, agroid ekish kerak, bularga dedi, ertaroq borganingiz yaxshi deb 5-6shiga deb aytib keldi. Xudo xolasa 5-6shiga hal qilib beradi degan umiddaman. Lekin shu bolani ishiga men 5, otasiga rahmat. Bu maqtashda emas, haqiqatan ham oson emas. O'zini vaqtini ajratib, meni ishim bilan kelish, yurishi. Hozir bitta odam chaqirsangiz, vaqtim yo'q deydi. Lekin bu ertadan kech kelsa, mendan 1 so'm pul olmasdan, yo bir narsa demasdan, muammomni hal qilib, o'sha haqiqat izida yurgan inson ekan. Masalan, Alloh rozi bo'lsin shu bolaga, topganlarga baraka bersin. Shuni yaxshilab qo'llab-quvvatlasak bo'ldi. Boshqa aytadigan gapim yo'q meni. O'z fikrim shunaqa. O'zing guvohi bo'lding, o'sha taklif meni tanidimi birantasi? Bu yerdagilar hech qaysi buni tanimadi, kimligingni ham bilmadi. Shu borib haqiqatan ham shunaqa deb aytganingdan keyin, o'zimni tanishtirib o'tgandan keyin, jamoatchilik nazoratdan Farog'at kanalini admin blogerman degandan keyin, ular meni keyin tanishyapti. Ular taniyman, tanish bilish yo'q mana. Tanish bilish fuqarolar. Haqiqat. Bu ochiqlik, oydinlik, mana shaffof. Bizda borganimizda usti boshimizga qarab, mensimasdan anaqa qiluvdi, lekin to'g'ri qonuniy gapirib, qonuniy anaqa ko'rsatgandan keyin hammasi o'z joyiga keldi. Ko'pchilik o'sha usti bosh deganda aytadi menga, qimmat kiyimlarni kiyib yursang bo'lmaydimi, unaqa. Yo'q, men oddiy mahallaning odamiman. Bu deyanda qishloqda yur deganingni, ja unaqa qilib yurish kerak degani emas. Xudoga shukr, toza orasida yuribman. Men juda qimmat kiyimlarni kiyib oddiy xalq ichida yura olmayman. Chunki oddiy xalq o'ylashi mumkin,
bu bunaqa kiyimda yuribdi deb sal psixически siqilishi mumkin. Men unaqa narsani xohlamayman. Men oddiylik tarafdoriman. Xudo xolasa meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Gruppamdagi keksa otaxon, onaxonlar meni duo qilib turasizlar. Hammani kirib kelayotgan hayit ayyomi bilan. Undan keyin yana bir narsani aytib o'tmoqchiman videom davomida. Keyingi hafta kelayotgan dushanba kuni hammani xabari bor. Shaxsan bizning Mirzabek mahallasida yil Navro'z bayrami qilib beradi. Shu xalqqa dasturxon yozib, o'zlari yonlaridan rasxod qilib, yetmaganini ozroq qismini, umuman ozroq. U pulga ko'chada bitta odam ham to'y olmaydi, lekin butun oila bori yeb ichib keladi. Shu 85-yilda bolalarini ishlariga rivoj, oila a'zolarining baxtiga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Doimo xonadonda yaxshi kunlar bo'lsin. Ular xalqqa birni bersa, Xudo ularga 10ni bersin. 85-yil akalar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Meni kuzatishda davom etasizlar. Xudo xolasa keyingi videolarim ham bor, vaqtim bo'lmaydi chiqarishga. Nima ham deyman, duo qilib turasizlar meni. Xudo xolasa 5-6-da Xudo xolasa natijasini ko'ramiz. Qonuniy tartibda o'rganib chiqishib, как положено xizmat tekshiruvini ham so'radim o'zim shaxsan kelib. Uni ham videosini qo'yasiz. Uni ham Xudo xolasa videosini ko'ramiz. Oldim deb aytaman, olmasam olmaganimni aytaman. Xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, meni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar. Ko'rishguncha keyingi efirlarimda.